Domla men bu Xorasonga ketaman deyapti. Shu haqida ham bir ozgina gapirib bera olasizmi? Shu nimaga Xorasonga nima qilishadi? Ya'ni ko'pchilik shu gapni gapiryapti-da hozir bolalar kelib. Mana abu ham shunaqa deyapti-da. Gaplashish kerak. Bular aksariyati ilmdan uzoq bo'lib qolgan. Jamiyatda shuni chiqish yo'li deb o'ylab qolgan. Qanaqadir muammosi bor-da endi hayotda. Yoki hissiyotiga kimdir o'ynagan, o'sha hissiyot bilan tushunyapti dinni. Aqliy salohiyat yaxshi ishlatilmayapti. O'sha sabab bo'ladi ko'pincha. Xuddi shunaqa Xorasonga ketaman degan ssenariy bundan 15 yil oldin 2011-yillarda Suriyaga ketaman degan ssenariyda sizga Suriyada portlab ketgan binolar, yarim jasadlar, shunaqalarni ko'rsatib, yig'layotgan xotinlar, ayollar, qizlarni videosini ko'rsatib, hissiyotiga o'ynashardi. Rossiyaga ishlagan ketgan, Koreyaga ishlagan ketgan juda ko'p ukalarimiz ana shu hissiyot bilan men borib Suriyada mazlumlarga yordam berishim kerak deb ketib qoldim. San o'sha Koreyada bitta bolani akasi chiqqandi menga. Ukam 20 kirganda ketib qoldi Suriyaga. Onasi kasal, dadasining davleniyasi bor. Bu bola endi qo'lidan ish kelib, bir so'm pul topishni boshlab, shu ota-onasini boqish kerak, ularga qarash kerak bo'lgan davrda shart hammasini tashab, o'sha yoqqa ketib olgan. Akasiga ham san ham kel, qo'y ota-onamni deyapti deydi. Keyin savol beringlar, o'sha nimaga ketdingiz? Mazlumlarga yordam berish uchun. Onasi mazlum-ku hozir. Onasi pul topa olmaydi. Dadasi kasal. Bularga kim qaraydi? Bular ham mazlum-ku. Birinchi ota-ona emasmi? Yo deydi jihod farzi ayin bo'lgan. Qattan bilasan farzim bo'lgan? Arabchani bilasanmi? Qur'onni o'qiganmisan? Yo'q, falonchi ustozim aytdi. Ustozing kim? Abu Faloni ibn Pistoni. Noma'lum odamlar-ku bular. Yo O'zbekiston demokratiya, O'zbekiston kufr davlati, O'zbekistonga ham biz kelamiz jihod qilgani, hali hammangni kallangni olamiz. Mana shunaqa gaplar. Ilmiy asosi bormi? Qur'on sunnatga tushadimi? Yo'q. Farqi yo'q. Ular hissiyoti shunga o'ynab qolgan. Natijada nima bo'ldi? O'sha bolani akasi menga aloqa chiqmadi. Mana shu suhbatlari YouTube'larga qo'ysalar balki chiqar. O'sha bolani taqdiri nima bo'ldi ekan? Suriyadan menga hozir yozyapti odamlar. Biz iflos odam ekanmiz. Sizdan o'tinib uzr so'raymiz. Biz haqiqatda tupikka kirib qoldik deb yozishyapti. Borgan joylari Amerikani o'yinchog'i bo'lib chiqdi-ku. Yahudiylarni o'yini bo'lib chiqdi-ku. Suriyani parchalab olish, Suriyani chegaralarini yumshatish, Golan tepaliklaridan ichkariga yana 30-50 kilometr ichkariga kirish uchun bularga ya'ni ssenariyni chizib bergan yahudiylarni o'zi bo'lib chiqdi-yu. Inkor qilmayapti hozir birortasi. Tramp bilan quchoqlab so'rashib yuribdi. Ahmad Sharq janoblari. Bittang g'iring desang deyapti, qamaymiz deyapti. Ikkita o'zbekni qamaganiga o'zbeklar mitingga chiqdi, hammasini olib qamab qo'ydi. O'zbeklarga hozir "Oy kalb, o xinzir" deb muomala qilyapti. Videolar turibdi. Men nafsonatimga tegyapti. Mana shu bolalar shu yoqqa borib o'shalarni qo'lida "Oy kalb, o xinzir" deyishligiga men ko'zimni yumib o'tirishim noto'g'ri-da. Bular erki o'zida, ikkita oyog'i bor, kallasi o'zini bo'ynining tepasida. Siz bilan biz gapirgan bilan quloq solmay ketaveradi. Qo'ldan ushlab qola olmaysiz. Lekin hujjatni qoyim qilib qo'yish kerak. Xorason mavzusi, Xorason tushunchasi endi O'rta Osiyo uchun Yevropani, Amerikani yangi bir rejasi, ssenariysi. O'zbekiston hozir dunyoda hammaning ko'zi tushib turgan mamlakat, rivojlanishi havas qilarli darajada, xalqini ko'ryapmiz. Har sohada, har taraflama. Oldinga qarab ketyaptimi? Bu bizga ishlash kerak deyapti. Qanaqa ishlatamiz? Ichkaridan bitta guruh chiqaramiz. Ularni o'sha azobini o'ziga yediramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ham buni uslubini aytgan. Uni ular yaxshi biladi.
Hozir Abu Salohlar nima qilishi bilmasdan Afg'onga odam to'plashyapti. Katta ehtimol bilan Abu Salohlar o'sha orqali O'rta Osiyoga problema qilmoqchi. Abu Salohning hozirgi kundagi da'vatlari, yangi suhbatlarini eshitsanglar, umuman shunda o'zgartirgan hamma narsani. Endi O'rta Osiyoga. Shunaqa desa ularga pul tikishadi, qurol berishadi, dori-darmon, kiyim-kechak, askar bilan ta'minlashadi. Va Suriyani qanaqa qilib o'zlarining tasarruflariga olgan bo'lsalar, o'sha ssenariyni O'rta Osiyoga ishlatish rejalari bor. O'shuning uchun Afg'on bilan yaxshi bo'lishimiz kerak. Biz o'zimiz atrofimizdagi yor do'st birodarlarni bunaqa tuzoqqa, bunaqa botqoqqa kirib qolishini oldini olishimiz kerak. Suriyada islom davlatini o'rnatamiz, xilofat, Dorul Kufur, fath qildik deb qichqirishgan edi. Musulmonlarni diyorini musulmon fath qiladimi? Qaysi lug'atda bor? Musulmonlarning mamlakati fath bo'lmaydi, fath bo'lgan mamlakat. Bordi, nima bo'ldi? Parlamental, demokratik Suriya Jumhuriyati paydo bo'ldi. Parlamenti bor. Bir xil o'sha Turkiya bilan bir xil. Shuncha to'kilgan qon nima bo'ldi? Mana shu Abu degan profillar ham yoshi 30 ga bormagan u. Yangi etapni yana harakat qildirishyapti-da, yangi bolalarimizni. Bundan 15 yil oldin shu bolalar necha yosh bo'lgan? Na internetda, na bir siyosiy maydonda fikri bo'lmagan-da, o'qib ko'rmagan, o'rganmagan, tushunmagan u mavzularni. Hozir yangitdan yana fikri o'zida shakllanib turganda buni qulog'ini to'ldirishyapti. Quyishyapti shu narsalarni. Xuroson ketaman. Keyin ayrimlari josus bo'ladi. Shunaqangi noma'lum ism bilan kirib oladi. Noma'lum ism, ya'ni Abu degan odam yo'q. Bu boshqa, nomi boshqa buni. Lekin musulmon nomidan da'vat qiladi. Xurosonga borish kerak. Gaplashsangiz musulmonlarni kofir deydi. Imomlarini dehiqiga ishlaydi deydi. Bir xil ssenariy. Sen kimsan desangiz, amniyatim bor deb qo'yadi. Ya'ni amniyating nima? Seni kimligingni bilib qolsa, senga zarar bo'ladimi? Ha, zarar bo'ladi. Nimaga zarar bo'ladi senga? Chunki josus. Turkiyada soqol qo'yib, jihod, xilofat degan odamlardan bir qanchasi qo'lga tushdi. Hammasi Masadni ajani bo'lib chiqdi. Masadni quloqlari bo'lib chiqdi. Kiring Turkiyani axborot maydoniga yozing. Masad ajanlari yaqalandi deb yozing. Qanchasini ko'rsatadi? Hammasi Abu Fulon, Ibn Piston, Binti Fulon, Binti Piston. Mana shunaqa bilan faoliyat qilgan. Nimaga bular kerak desa, mana ichimizda mana shunaqangi musulmonlarni shubhaga solish, yoshlardan mana shu yerda hozir necha kishi o'tiribmiz, taxminan 48 ta odam bo'lsa, bittasini bo'lsa ham kallasini aylantirsa, xursand bular. Lekin men xalqimizga, yoshlarimizga, mana shu guruhlardagi barcha musulmon yigit qizlarimizga tashakkur aytaman. Ancha saviyalari oshib qoldi. O'zlari ular bilan gaplashib, ularning xatolarini isbotlab berishyapti. Lekin ular to'xtayotgani yo'q. Ularning rejalari davom etyapti. Hali O'rta Sharqda Isroil davlatini o'sha va'da qilingan yerda mutlaq qurishlari uchun O'rta Osiyoni ham tasarruf qilishlari kerak. Iqtisodiy, siyosiy jihatdan. Uning uchun krizis yuzaga chiqarish kerak. Mashhur gap bor. Davlatlarni boshqarishni eng oson usuli ichkarida to'polon chiqarish kerak degan. Xoh u iqtisodiy bo'lsin, xoh siyosiy bo'lsin, xoh manaqangi ideologik bo'lsin, to'polon chiqsa, doim shunaqangi to'polonlar bo'lib tursa, keyin yuqoridagi shu ishni uyushtirganlar Robin Hood bo'lib kirib keladi mamlakatga. Ya'ni qutqaruvchi bo'lib. Mana Suriyada shuncha to'polon qilishdi, to'polon janjal bo'ldi va o'sha to'polonni ko'targan odamlar hozir xalqni qutqaruvchi deb kirib kelishdi. Ahmad Shar Suriyani bozorida bitta operatsiya bilan
1,5 ming odamni portlatgan odam. Bo'yniga olgan biz qilganmiz degan. Yosh bolalarni o'ldirishgan bular. Lekin bularni hozir qutqaruvchi deyishyapti. Suriyada nimaiki jinoyat bo'lsa hammasini bular barham toptirgan deyishyapti. Krizisdan maqsad, to'polondan maqsad, shunaqangi Abuga o'xshagan odamlarni chiqarishdan maqsad kelajakda mana shu narsani ko'rsatish. Ertaga bu Abu o'lib ketadi. Buni atrofida bunga ergashganlar o'lib ketadi. Abu Saloh kelishi mumkin yoki uni ham o'ldirib yuborishadi, uni o'rniga boshqasi keladi. Uni olib kelib kostyum shim kiyib, galstuk taqishadi-da, qo'liga atir berishib, basketbol o'yna, bilyard o'yna deb o'ynatib qo'yishib, O'zbekistonni boshqarishadi, O'rta Osiyoni boshqarishadi. Afg'onni boshqarishadi, rejalari shunaqa. Nah boshqarishadi. Alloh subhanahu va taoloning qadari g'olib baribir. Bu jamoalar bunga o'xshagan birovning fikriga bo'ysunib qolgan, sig'inib qolgan bechoralarni biz gapiga kirmaymiz. Xalqimiz ham ancha tushunib qoldi. Nima desa desin. O'sha hech qanaqa gap yo'q, men bilan ko'rishmagan, gaplashmagan, DXXga ishlaydi deyishligi maqsadli-da bularniki, maqsadli. Nechtasi aytdi, Abrori DXXga ishlashligi to'g'risida menda hujjat bor dedi. Nechtasi ana yo'lda kelyapti dedi. Shu kungacha Abror Muxtor Aliga qilingan tuhmatlarni birortasi isbotlandimi? Bir donasi isbotlandimi desa, yo'q, isbotlanmadi. Shart emas. Tuhmat tarqatib qo'yaver. Tuhmat tarqatib qo'yaver, kelajakda ishlataveramiz deydi. Qaytarib kelishaveradi shunga. Qaytarib shunga yana taqishaveradi. Xo'p. Alloh o'zi aql bersin. Insof bersin.